Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida Mayloq qishlog'ida mozdorlariga inson sifatida mana chiroyli sho'rli holatda qilib o'choqlar qilib berdik. Va yonish holatlarini tekshiramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana tortishlari da ideal holatda, xudo xolasa. O'tirmaydi. Ideal holatda, xudo xohlasa. Bunisini ko'ramiz. Xudo xohlasa juda go'zal holatda yerlariga güzel holatda. Bu yerga 10 litrlar 60 litrli qozon qo'yib berganmiz. Bundan da chiroyli ishlarimiz, boshqa silkalarimiz da bor. Kimga shunaqa o'choq sifatli o'choqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Chiroyli holatda, bundan da chiroyli qilib yasab berishimiz mumkin.